hurmatli kitob sevarlar jamoasi, hurmatli ishtirokchilar, bugun mana 165-sonini xudo xolasa boshlaymiz. Ochamiz birinchi bosqichni. Birinchi bosqichni bizda Qarnoq guruhi boshlaydi. Nechanchi savol taqdimingiz? Birinchi savol. Imom Azam Hazratlari Dahriy bilan bo'lajak bahsga kechib kelganda ular o'rtasida qanday munozara bo'ldi? It's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groupies. Flashing lights. All these things come to me. Dressed in price. All my rings got weight to it. You feel that? You feel that? O'lgandan so'ng ham aytishni unutgan olim kishi bilan bo'lgan muomalada Abdulloh ibn Muborak qanday go'zal odob namunasini namoyish qildi? Biza javob tayyor. Eshitamiz. Bir majlisda o'tirganda bir kishi aksar o'ladida hamd aytishni unutadi. Shunda Abdulloh ibn Muborak u kishiga shunday savol qo'yadi. Aksar o'lganda qanday so'zni aytish kerak deydi. Shunda u kishi alhamdulillah deb aytadi. Shunda Abdulloh ibn alhamdulillah deb aytish kerak deydi. Shunda Abdulloh ibn Muborak yarhamulloh deb shuni go'zal yapadi. Ochamiz. Bu sovg'a. Valla bu olay emas. Demak, hammaga yangi kitob bermoqchimiz. Hammaga, mana shu yerda kelganlar ishtirok etayotganlar. Ya'ni Turkistonning qutlug' qadam joylari degan kitob. Mana shu kitobni olgandan keyin qolganini yaxshilab tushunib bilib olaveramiz, xudo xolasa. Demak, birinchi kitob Habibova Avtoopayimizga. Arkasidan Safarova. Mana Safarova. Ergasheva. Keling. Arkasidan Bar Nadirshida Mirzaxonova. Keling. Ermetova yo'qmi? Osmanova. Bar. Ana Ermetova, Osmanova. Mana kimdi mana birov Turkiston. Abenova bar. Mana. Endi Aysha. Zalina chiqan ekan. Aysha Zalina ekan. Dinara apay. Lola. Shahzoda.